Farg'ona viloyatidagi Buvoyda tumani Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nabira kelinlari sarkarda Muhammad Jarir Poshshopirimning buvlari Bibi Ubayda ismi bilan ataladi. Bibi Ubaydani xalq ichida Bibi Buvoyda, Bibi Huvaydo ham deb ataydilar. Hozirda tumanda 15-16 asrlarga mansub Bibi Ubayda maqbarasi saqlanib qolgan. Bu ayollar daxmasi bo'lib, unga Bibi Ubayda, u kishining kelinlari Badiga Bonu va 12 yoshida vafot etgan nabiralari Shohruxbiylar qo'yilgan. Maqbara kompozitsion jihatdan yaxlit arxitekturani tashkil etadi. Tarixi to'g'ri burchak shaklidagi bino, tepasi gumbazli, chorqirra 2 xonadan iborat. Asosiy kiriladigan tomon peshtoq orqali ajratilgan. Ziyoratxona tomonlariga ravoqli tokchalar ishlangan bo'lib, ular gumbazga tayanch vazifasini o'taydi. Natijada gumbaz konstruksiyasining ko'ndalang kesim o'lchami 1,5 metrga qisqargan. Odatda 2 xonali maqbaralarda ziyoratxona sathi go'rxonaga qaraganda mo'jazroq bo'ladi. Ammo biz bu ikki daxmada uning aksini ko'ramiz. Sharq tomondan ziyoratxonaga taqab qo'yilgan Shahzoda Shohruxbiy qabri ustiga kichik xona qurilgan. Tepasiga esa ravoqlardagi burchakdan markazga qarab tobora balandlatib borish usuli bilan gumbaz qilingan. Bunday konstruksiyadagi gumbazlar Balxiy nomi bilan yuritilgan. Maqbara bezaklari oddiy, peshtoqda ravoq tokchalari saqlanib qolgan. Eshiklar yuza o'yma geometrik naqshlar bilan bezatilgan. 500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan ziyoratgoh mustaqillik yillariga qadar qayta ta'mirlanishga muhtoj edi. Istiqlolimiz sharofati bilan milliy qadriyatlarimiz, qadimiy me'moriy obidallarimizga e'tibor kuchayib, saxovatpesha homiylar tomonidan bunday muqaddas qadamjolar qaytadan ta'mirlanmoqda. Qo'qondan ustalarda olib kelib, şeyde ta'mirladi. Ko'zga ko'rinadigan darajada oldlarni kengaytirib, hamma yo'g'ini qo'ldan 100% yaxshilab chiqardik. Endi obodonchilikka kelsak, oldin bizda suv juda tanqislar edi. Endi shundan keyin yig'inib, betog'ish, shayton tushgan tushumlarga yig'ib katta artizan ko'vladik. Mana hozir ko'rib turibsizlar, o'zlaring daraxtlar ko'kargan, gullar hamma yo'q, sharoitimiz yaxshi bo'ldi. Mahalliy aholi va atrof tumanlar bu mazor deb ataydigan qadamjoh ayollar uchun ziyoratgohga aylangan. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan qiz-juvonlar, onaxonlar ezgu niyat ila maqbarani ziyorat qiladilar. Birinchi marta kelganimda 14 yoshimda kelganman. Mana shundan shaqa kelaman. Yo'llari ochiq, kengchilik, mo'lchilik. Qay vaqt kelsak ham xush kelibsiz deb kutib olishadi. Qishda kelsam ham odam bor bu yerda hamisha. Xudoga shukr. Mana mustaqillikda sharofati bilan hamma yo'q, yo'llarimiz ravon. Mana mozorlar ham chiroyli, obod, Xudoga shukr. Men o'zim Namangan oblasidan Farg'ona oblasiga Buvoyda rayonini Hakimto'ra qishlog'iga tushganman kelin bo'lib. Mana shu kelganimga 30 yil bo'lgan bo'lsa, 30 yil jarayonida shu qaynalarim mana shu joylarni ziyorat qilib ketishar ekan. Men ham bir yuring qizim, siz ham shu joylarga borib kelaylik deb olib kelishganda men shu joylarga ishqiboz bo'lib qolganman. Shu ishqibozlik tufayli har yili mana shu yerga 30 yildan beri kelaman. Kelib 30 yildan beri har yili biz shaylarni ziyorat qilib ketamiz. Mana shu sharoitlarni yaratib bergan poshshomiz Karimov tog'amizga ham rahmat aytaman. Sharoitlar juda yaxshi bo'lib qoldi. Mana ayvonchalar qurildi, maqbaralar remont bo'ldi, obod bo'ldi. Yana ham mana bundan bag'riga Xudo xolasa bundan ham obod bo'ladi. Endi xolardimki bundan ham yaxshi bo'lishini. Hozirda bu mazor qabristonidagi Bibi Ubaydaning maqbaralari ziyoratchi ayollar bilan hamisha gavjum. Keksalarning aytishicha, bo'yiga yetgan qiz 3 marta Bibi Ubaydani ziyorat qilmasa, pishirgan taomi shirin bo'lmaydi degan gaplar xalq orasida keng tarqalgan ekan. Ayollar bu yerga kelsa, qilgan ovqatlari shirin, nonlari chiroyli bo'lar ekan, bu shuni deb aytib berishardi. Qiz bola bir yilda yo'q deganda 3 marta borish kerak. Birovni eshigiga kelin bo'lib borgan qiz, endi qo'llari halol, nonlari chiroyli, ovqatlari shirin bo'ladi deb aytgan. Shuning uchun biz har yili ilojini boricha kelib ziyorat qilib ketishga harakat qilamiz. Maqbaraning birinchi xonasida ziyoratchilar uchun namozxona mavjud. Namozxona burchaklariga qabr usti qayroq toshlar qo'yilgan. Ulardan biriga sulh xati bilan bu qabr Shayxul Imom, ulug'lar ulug'i, zohid, xatiblar xatibi,
ulamolar faxri Sulaymon ibn Davud ibn Sulaymon ibn Sallomnikidir degan bitik bor. Qabr toshiga abjad bilan 595, ya'ni 1199-yil yozilgan. Mahalliy aholi ushbu toshni Bibi Ubayda mazoriga hech qanday daxli yo'q ekanini aytadilar. Maqbara oldida buvining hassasi deb ataladigan qurib qolgan daraxt mavjud bo'lib, ziyoratchilar dahmani ziyorat qilgach, ushbu daraxtni ham ziyorat qiladilar. Shu bu mozor qishlog'ida 1928-yilda tug'ilib, o'sib, o'ndim. Shayda xizmatlarni qildim yoshligimdan. Mana shu ushab turgan nimada Hasan Musa ekan. Shu Hasan Musani shu kishi shayga kelib, shayga shunday chiqib, shayda tirik g'ayb bo'lgan ekan. Shundan shag'ida shu Hasan ham mana turibdi. Baki yo'q, boshqasi yo'q. O'nib o'sib turibdi. Mana bir meyit olib kelganda namozlarni o'qishardi.